Bugun ham studiyamizga Namangan shahridagi birinchi son texnikumi o'qituvchilari Faridaxon Muhiddinova hamda ularning hamkasblari Munisa Arafboyevalarni taklif etganmiz. Xush kelibsiz. Kayfiyatlar yaxshimi? Assalomu alaykum, rahmat. Albatta, bugungi kunda mana shu oliy ta'limda o'qish niyati bo'lmagan, xohishi bo'lmagan yoshlarni kasb-hunarli qilish masalasiga prezidentimiz boshchiliklarida juda ham katta e'tibor qaratilyapti va bugun ayrim yoshlarimiz uchun bu katta imkoniyat eshigini ochyapti. Bugungi kunda Namangan shahridagi birinchi son texnikumda qanday sharoitlar yaratilgan, qaysi ta'lim yo'nalishlarida o'quvchilar tahsil oladi, shular haqida dastlab ma'lumot bersangiz. Assalomu alaykum, hurmatli studiyamiz, teletomoshabinlar. Biz avvalambor o'z xursandchiligimizni aytmoqchimiz. Bizni taklif qilgan enaga biz bundan juda ham xursand bo'ldik. Endi texnikumimiz to'g'risida qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsak, bizning texnikumimiz bir necha yillar mobaynida faoliyat ko'rsatib keladi. Bizni texnikumimizda bir necha yo'nalishlar ochilgan bo'lib, bu yo'nalishlar asosan bugungi kunda zamon talabiga mos deb hisoblasak juda ham o'rinli bo'ladi. Bulardan Talab yuqori bo'lgan. Talab yuqori, ayniqsa mehnat bozorida. Bulardan misol qilib aytishimiz mumkin, mana bugungi kunda juda ham mana sotuvchilikka juda ham talab katta. Sotuvchi deb oddiy qilib aytishimiz mumkin, lekin bu sotuvchi deganda orqasida juda ham katta ma'no anglatadi-da. Sotuvchi degan bu bitta, masalan, bitta turdagi tovarni sotish emas, lekin shu tovar to'g'risidagi barcha ma'lumotlarni bilish kerak bo'lgan mutaxassislar hisoblanadi. Bu yo'nalish bilan birgalikda juda ham ko'p yuqorida aytib o'tganimdek yo'nalishlarimiz bor. Qizlarimiz uchun tikuvchilik, dizayner, oshpazlik, qandolatchilik yo'nalishlarimiz bor, sartaroshlik yo'nalishlarimiz bor. Mana o'tgan yildan yangi ochildi, zargarlik yo'nalishlarimiz ochildi. Juda ham shu sohaga o'quvchilar o'rtasida talab bizda juda ham yuqori hisoblanadi bugungi kunda. Albatta, haqiqatdan ham kasblarni rivojlantirish va yangi mehnat arxitekturasini yaxshilash bugungi kunda davlatimiz tomonidan belgilab berilgan ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Bu borada mana shu yoshlarni birgalikda ham mehnatni, ham kasbni bir vaqtni o'zida o'rganish imkoniyati yaratilganligi juda ham katta imkoniyat beryapti. Shu haqida ham gapirib o'ting. Hozirgi kunda o'quvchilarimizga ustozlar tomonidan, malakali o'qituvchilar tomonidan ham amaliy, ham nazariy bilim berib kelinmoqda. Bu yerda o'quvchilar bilim olish bilan ko'nikmaga ham ega bo'lib chiqib ketishadi. Sababi shuki, bizda dual ta'lim yo'nalishlari yo'lga qo'yilgan. Bundan maqsad prezidentimiz tomonidan shu ishsizlikni oldini olish, boqimandlikni yo'qotish bo'yicha yosh kelajak o'zini hayotda o'z o'rnini topishda qadam o'tishiga yordam beryapti bu. Chunki bizda 3 kun o'qib, 3 kun o'sha ish joylari bilan shartnoma asosida ishlashadi. Bu hozirgi kunda talab kuchliligi uchun bu yil yana yangi yo'nalishlar yo'lga qo'yildi. Bu yo'nalishdan axborot xavfsizligi yo'nalishimiz kuchaytirildi hamda istirohat bog'i loyihasi dasturchisi kasb ham yo'lga qo'yildi. Ikkita yangi yo'nalishda. Yangi yo'nalishlarimiz ochildi. Bu yerda hozirda bizda 2000 ga yaqin o'quvchi. O'zingiz qaysi yo'nalishda dars berasiz? Men o'zim sartarosh, modelyer, stilist yo'nalishda tahsil beraman. Bugun talab yuqori, adashmasam shu sohaga. Juda ham hozirgi kunda raqobat ham bor bu yo'nalish bo'yicha, ham talab ham kuchli. Masalan, sizga kelganda qizlarni o'sha haqiqiy sartarosh bo'lishini, umuman stilist bo'lishini qaysi bir jihatlar ko'rsatib beradi yoki siz o'zingiz buni anglab olasiz ular bilan bo'lgan suhbatlarda? Sartaroshlik yo'nalishi bo'yicha qizlarimizga hozirgi kunda soch turmaklash va modellashtirish, manikur, pedikur, yuz kosmetologi sohalari bo'yicha o'rgatib kelmoqdamiz va hozirgi kunda bir necha malakali ustozlar tomonidan va malakali tashkilotlar bilan shartnoma qilganmiz. Nazariy bilim bizni texnikumimizda berilsa, amaliy bilimlarni shu stilistlar tomonidan o'rgatib kelinmoqda yosh o'quvchilarga. Haqiqatan ham yoshlikda
o'quvchilari bolalar ko'p sohalarga qiziqishadi. Misol uchun texnika sohasida o'yinchoqlar yoki nimadirlar yasashadi. Mana qizlarimiz esa opa singillarni sochlarini turmaklashga qiziqishadi va lekin maktab yoshiga kelganda yoshlar ulg'aygan sari birozgina e'tiborsiz bo'lib qolishadi. Demak, mana shu ko'nikmalarni yanada shakllantirish, o'zini mutaxassis bo'lib shakllantirishda texnikumlarning o'rni yuqori ekan. Juda ham hozirgi kunda juda katta bo'lyapti. Chunki bizni o'qish bilim yurtimizda o'quvchilar kelib o'zini hayotdagi keng mana yangi hayotga qadam qo'yishlarida ham bu turtki bo'lyapti. Chunki hunar ko'p mana Namangan shahrida asosan qizlarimizni o'qitish nimadan ko'ra ko'proq kasbga yo'naltirilganligi sababli bizdagi hunarlar bular uchun juda ham qo'l kelmoqda. Asqotyapti, qo'l kelyapti. Lekin mana shu jarayonlarni ko'proq ommalashtirish kerak, xabardor qilish kerak o'quvchilarni. Albatta bugungi efirimiz ham targ'ibot ishlariga biriga kiradi. Yana qanaqa targ'ibot ishlari amalga oshirilyapti? Ochiq eshiklar kuni tadbirlari ham o'tkazilyaptimi texnikumda? To'g'ri savol berdingiz. Bu so'rov juda ham kuchli. Ayniqsa hozir mana 9-sinf o'quvchilari bitirish arafasida, hademay ular 9-sinf bitirib yangi hayotga qadam qo'yishadi. Shu nuqtai nazardan kelib biz texnikumimizda mart oyida ochiq eshiklar kuni o'tkazdik. Hop, mana 5-may oyiga yana ochiq eshiklar kunini o'tkazish rejalashtirilgan. Nafaqat ochiq eshiklar kuni, biz bundan tashqari har birimiz maktablarga chiqib targ'ibot ishlarini, bizda ochilgan yo'nalishlar, ularning afzalliklari, shu bo'yicha maktablarda tushuntirish ishlari olib boryapmiz. Talab qanchalik yuqori bo'lyapti? Talab yetarli, yaxshi. Har doim yetarli bo'lib kelgan, talab yaxshi, Xudo xohlasa bu yil ham yaxshi bo'ladi degan umiddamiz. Juda ham yaxshi. Kelgusi rejalar qanday? Endi 2026-2027 o'quv yilida qanday bir yangiliklar texnikumga joriy etilyapti? Dual ta'lim qanchalik bir qo'l kelyapti? Albatta har bitta insonni, har bitta kishini o'zini oldida rejalari bo'ladi. Shu nuqtai nazardan biz ham texnikumimiz juda ham katta maqsadlarni oldimizga qo'yganmiz. Oliy o'quv yurtlari o'rtasida mana top 50 talik ro'yxatga kirishga harakat qilyapmiz. Shu top 50 talik ro'yxatga biz harakat qilib shunga kirsak, buni orqasida juda ham katta yaxshi ham iqtisodiy ham ma'naviy rag'batlantirishlar bor. Bu yerda pul yutuqlari qo'yilgan. Bu pul yutuqlarini biz olsak, birinchi o'rinda uni 80%ni shu bilim yurtimizni, texnikumimizni iqtisodiy bazasini, moddiy bazasini rivojlantirishga qaratishga harakat qilamiz. Juda ham to'g'ri aytdingiz. Bekorga aytishmaydi. Mana shu quroling, ish quroling soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'lur deyishadi. Haqiqiy mutaxassis bo'lib yetish uchun esa albatta moddiy texnik baza mustahkam bo'lishi kerak. Texnikumda qanaqa texnikalari bor? Moddiy texnik bazasi qay darajalik rivojlangan shu xususda ham? Bu albatta ta'lim jarayoniga bevosita ta'sir ko'rsatmay qo'ymaydi. Albatta to'g'ri, ta'sir ko'rsatmay qo'ymaydi, lekin bizda hozirgi kunda ham bor moddiy texnik bazalarimiz yaxshi. Mana kompyuter grafikasi yo'nalishimizda har bitta auditoriyada zamonaviy yangi kompyuterlar bilan jihozlangan. Chevarchilik ustaxonalarimiz bor, payvandlash sexlarimizda ham hammasida zamonaviy apparaturalar bilan jihozlangan. Bemalol o'quvchilar ishlab, o'qib, o'rganib, amaliyotlarini o'tkazishlari mumkin shu yerda. Qolaversa, mana shu texnikumlarda dual ta'lim shaklini yo'lga qo'yilgani ham ular uchun bir katta yutuq bo'lyapti. Umuman olganda kelajak hayotlarida bir qaysi joyda ishlashlarini mana shu texnikumda o'qib yurgan chog'lardayoq bilib va nafaqat tadbirkorlarga ham foyda bo'lyapti. O'zini xodimini mana shu yoshligidan mutaxassis sifatida tarbiyalab borish, umuman olganda ham o'quvchiga, ham tadbirkorga foydali bo'lyapti va prezidentimizni Oliy Majlisga yo'llagan, xalqimizga yo'llagan murojaatlarida ham mana shu mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kasb hunarlarga yoshlarni o'qitish, qamrab olishga alohida e'tibor qaratilgan va buni ijrosini ta'minlash borasida Namangandagi professional ta'lim tizimida islohotlar davom ettirilyapti va o'ylaymizki,
mana shu yoshlarimizni kasb hunarli qilishda, kelajakda o'z o'rinlarini topishlarida texnikumimiz, qolaversa siz kabi ustozlarning ham alohida o'rni bor. Bu yo'lda esa sizlarga omad va muvaffaqiyat tilaymiz.